Assalomu alaykum. Rostchilar to'pidagi qarindoshlar. Ma Farmon turli shokimiz miyaga Norvegiyadagi Hamid Nasriddin degan bilan ma va Said Akram. Bu ikkalasi g'ulchilik. Hamid Nasriddin degan qordondan o'qimagan qop-qora turk bu. Pokistonda, Afg'onistonda shu mahsumlarni endi turib mujohid bo'lim deb chiqib Xitoydan saqadimi qo'yib. Tikib atgandan birsi, birinchi qochqandan birsi. Ma Said Akram degan 2014-2013 Turkiyaga berib saqqal deganni kindiki qo'yib olib cho'ng jamoat kichik jamoat deb Hamid Nasrdan ikkisi navbatlashib Suriyaga odam salgan qo'li qonib ketgan ikki mal'un bu anandan keyin yangi aytliq 8 munofiq o'zbeklarniki chachrandi jirimi deymiz buni ma Said Akram deganni shuningga ma ballarini tishlab tatib akirmay bo'pti o'zigilam kelay salla ishkan men tug'li Hamid London soti emas bu London epizodi deb chiqqan paytda qandaq tuhmatlarni qilishdan 2 yilning oldida Said Akram sen bu yoqda tutdi Hamid Nasriddin mush gapim chuqum ash to'pqa shu azlak opirib danglama meni dedi edi men 1 sekundning ichida ati nurigar bo'lib bo'lmaydi meni qandaq jangga chaqiramda qandaq maydon hozirlasa saqchixonaga chaqiramda sudxonaga chaqiramda men bilet elib berib qilib bo'laman sen hozir aytibsan biz yillardan beri işte davo qilamidik undaq biz foyda manfaatiga kelib qolyapmiz to'g'ri foyda manfaati kelyapmiz shu London soti London epizod emas desak sen qanday qaralding bultolar meni sen hamma ovozlaring bor biz ratlab taqqida tizib qo'ygan to'plardan julib elib anandan keyin senga chiqib radiya bergandan keyin mirzakim bilan ishqing yo'qolding Norvegiyadagi sen nomus qilmaydiq bu gapni endi da'vatamsan biz hech nima qilmadik deb qilmading albatta qaysi tashkilotning qildi setib yeding uyg'urni eshak go'shti deb davom eshak go'shti masalasini tashlab qo'yib jidal chiqaradigan din temasini tashlab qo'yib Said Akram degan Uyg'uriston temasini tashlab qo'yib vaqt ketsang ey sen haq bir o'qigan bilim bormi bir oliy maktabda bitirib boqqanmi sen haq madaniyat saviyang qayerdan qayergacha Hamid Nasriddin seninki Said Akram seninki nadan nakkacha Uyg'uriston qanday Uyg'uriston bo'ldi Sharq Turkiston bo'ldi Uyg'uriston bo'lsang Uyg'urlar borayindi yasaysa 5 oblastni qirg'izga qozoqqa ananga mananga berib etsa bo'lmaydi Sharq Turkiston bo'lib qozoq qirg'izlar shu zaminninki ichida yashaydi bu tugdi bu ulusal manfaatimiz bizniki sen bilmaydi ekansan siyosat qilishni yana bir narsa qilishni Muattar degan Abdurashidning qizi ashunda qildi 5000 odam lagerda dedi desam qanchalik tillashdan burun meni yangi chiqqan vaqtimda men London sot emas men epizodni va xalqaro kuchish emas desak voy qurultay indigenous qurultay irqiy qirg'inchilikda hukm chiqadi u bu ashada Anderikson degan apandininki shu soliqlarni endi turibotgan advokat degan sotni aniq biz uyg'urchalar chiqarib qo'ygansa Estrin degan akimiz Facebook'ta Estrin Türkiye'de pa. İnnek teki Uygur çizip kalsa bu sotninki hech qanday qarlash, hech qanday ayıplash kuchi yo'q. Bu faqat pensiyaga chiqqan zastatollar yoki advokatlar orqali bo'lingan bir shunday bir sotmi emas hamda shunday narsa Dunyo Uyg'ur qurultayiniki kuchab tashviq qilish bilan bo'lingan narsa. Shuning uchun men irqiy qirg'inchilikqa doir qo'limdagi haqiqiy isbotlarni chiqarolmayman. Shuningga bu yerda bu sotni kuchi yo'q deb ashchaqda dedim. Men ashchaqda dedim, qaqshab. Başta dedik-o desa quliqingni yepib olishdan endi qopib, voy bu sot emas desanda emasligini bilsankan go mana. Bilibsan-go. Sening dunyo Uyg'ur sen qo'llaydigan shu dunyo Uyg'ur qurultaydigilaring bizning shu bizni majbur emgak kisib ishlatayotgan chatal korxonalar uchun gap qiladi ekan-go. Dilyar Mustafoylar chiqib ichivatdi ashlarni. Ashlarni qo'llashding-go. Ashlar uchun Uyg'ur terrorist ko'rsatishdi sen haq Suriyaga odam setib berishding-go ishkin. Milliy munofiqlar cho'shqining kuchliklari adam bo'lishmaydiganlar. Endi sen qopib texmiyada sen vatanparvar sen haqiqatni so'zligichi bo'latamsan. Sening qanchalik izing bor, sen haqning qanchalik po'qing bor, Nuriga hukumat obdan biladi. Faqat ishingni chekmaganlari bor, vaqtning masalasi bor. Sen haq ashchaqda ajab qirlab ketishding meni, Ota-onamdan tortib, adamdan tortib, vaqtdayning odamiki va andakka mataqa. Endi uzoq so'zlab qapsan bu narsani. Yampash qapsa ajab yaxshima Farmon turdi akimiz menga o'tyap qo'yibdi. Men bu tazi yampash chiqibdi bu narsa. Menmi tazi deb qo'yay. Sen endi o'zing qarlab qapsan-go mana.
Özün davatsan o, ne çoxman bir dünya Uyghur Qurultayı onda işlerini kılıp etdi. Irqiy qırğınçılıqni çıqı. Ondan indi dünya Uyghur Qurultayı qılamdı, Salih Xudayar qıldı. Sürgün hökumət qıldı. Məni obdan bilib al. Şu G'olam İslamningki sürgün hökuməti şu Salihlar Milliy Uyg'unish Harəkət Təşkilatı qıldı. Tushundingmi? Sallam madaniyat festivali deb turgan tarix hammani bir-birlab Facebookda, internet hamma yerda bor. Aşı chet el şirketlarga qul bo'lgan ash xalqimizni qul qilyapsa, qandoq biz mushuni qechib qutulamiz, bizga amal tep beringlar desa, ashlar uchun ishlagan Dunyo Uyg'ur Qurultayı. Şeytanlar, qon ishko'chi Azraillar, munofiqlar, milliy satqullar. Aşağıda biz chiqib, bizdan deganlarimiz emas, bir-birlab chiqyaptilar. Uzan qaylopsan qo'yishingdan. Uzan qaylopsan qo'y mana. Voy sen o Amerikanınki sen o demokratlarning quchuqiga, o yana birisininki solchilarning bormaysa, ulusal manfaatini ulusal desa nima tushunmaysa, ulusalning nimaligini mo. O'ng qanotliklarning borisa. Sürgün hökumətlərini aşo White House'ның içində, parlamentның içində, Aqsarayның içində qurpəsi vəyran qıb təşvib etişdən, olam kimlər qaytıdan çiraylıq tüzət əkən bir işlərini qıvası, yəni sürgün hökumətlərinki cidilini çıxırsa, Sayyid Ekrem Uyğuristan cidilini çıxırdı, sən eşək göşü cidilini çıxırsa, muhacirətdə cidil çıxırıb atqan sənləği, sən xaq, Hamid Nəsr degan, sən degan bir, olcu qardağını bir oxumağan qarı törək bir guytozasən, Sayyid Ekrem degan, sən mi şu hayatında məktəb yüz görə bax, To'lg'ortdan diplom bormi, sen haqniki chiqib baqa. So'zlab ketdik-a, bir gapini qaytlab. Assalomu alaykum qarindoshlar, assalomu alaykum qarindoshlar. Bu shundoq bo'ladi, bu shundoq bo'ladi. Kim uni ozg'ishtirsa, sen shayton bo'lsang, sen shayxonga chiqamiz biz men sana deb qo'yay. Ikki qo'lqonga chiqib munguzingga dastlab o'ynaymiz men sana deb qo'y. Senda shaytonlarni chiqib qo'ygan biz. Buni nomus qilishmay amdi o'g'an chaqda, voy u London soti undaq emasdi, hukumat. Ash vaqtda men bir jurnalda, ikki jurnalda ashtaq qancha tazidlashdan qo'yg'ur biz topida. O'zingmi shakkapsan qo'yamdi. Bizda hech qanday da'vo qilishmadi. Voy dunyo Uyg'ur Qurultayı qotidi. Voy dunyo Uyg'ur Qurultayı anda qilib ketdi. Voy Xitoyning odamlari hujum qilib ketdi. Voy bugun qopib biz hech qanday da'vo qilmadik. Hech qanday hukumat qilmadi. Qanday hukumat qilmaydi? Sharq Turkiston sürgün hukumat qildi-ku. Salih Xudayarlar qildi-ku. Uyg'ur qonunlarini ochiqdi. Aşını Roşan Abbaslar, Dünya Uyghur Qurultayı en tüven oranı çıkıp, Mark Rubio degan, efendim degan, şunçilik biz üçün bizning otimizni kuyib, suyimizni eqib, şunçilik kuchli qonunlarni chiqarishpasa, demokratlarning qo'ltig'iga kirib, Xitoyning ko'nglini ayab, en tüven oranı tushirib qo'yding. Butun asl chiqqan nusxasi bilan keyin qanday olib qolgan. Uyg'ur qonuni degan bilan mash Amerika bizdan foydalandi. Bizdan foydalandi. Hech nima qilolmaydi, mana kuchini ko'rsatmaydi deb, o kuchini ko'rsatmaganlar shu Dunyo Uyg'ur Qurultayı, shu Ro'shan Abbaslar shu buzivatdi uninkini, to'van darajaga tushirib qo'ydi. O'zlariningki ashtaq yo'li borki, ashtaq qiladigan ashtaq o'da. Aqsabda o'ynashadigan, Xitoyni qo'llaydigan, yo Amerikani ochidimi, Xitoydan pul tepayotganlar jiqtisa. Parlamentning ichida bo'lamdi, hukumatning ichida bo'lamdi, jumhuriyatchilar hozir vatlarkin chiqib barqa, Nancy Pelosi'ni solaymiz deyapti, Baydenni solaymiz deyapti, o'g'ilni tutimiz deyapti. Nimishga davlat satqan xoinlar, davlatning manfaatiga ziyonkashlik qilganlar. Amerikaning texnologiyasini berib atganlar. Amerikaningki bugünkidek tas qolgan palashalar chiqib qolganlar, o'sha demokratlar shu. Pul deb yarasharlishimiz deb Xitoy hayotda yarasharlishimiz deb qo'yib, butun Amerikaning qinini sho'rab ketgan shu sho'rg'izganlar, shu demokratlar. Shuning bilan jumhuriyatchilar sakrab chapani yetib chiqdi. Bizmi shunga o'xshash o'ngchilar desak bo'ladi mana. O'qituvchilar chapani chiqib nim deysa, nim qilyapsa, mana deb. Ashta zamoni makoni kelgan chaqda, ashta bir davlatini o'zining qavmini qo'g'dash uchun ashta Alloh taolo har bir insonlarning ichiga sep qoladi ekan. Shu insonlarning birisi Salih Xudayar, yana birisi Dilyar Musabay, Zumrat Tursun va boshqalar. O'qitib qolganlar. Bu haqiqat, mushular chiqib o'yg'inib Bilal İbrahim Türkistani, mana mushlar chiqib o'qti qopib chapani nim deysa deb, ayollarga qilmagan haqoratdan qilmadi, ishtonning ichidan tortib avatishdan cho'shqining kuchukları, qilmagan ishing qilmadi, tilmagan tilin qilmadi, kim men chiqsam meni tillashdan men unda bo'sh emas, haq o'zim yedirib qo'ymayman men. Meni xato o'ylab qopsa. Men mayar ochiqli bir gapni qilib qo'yay. Xitoy hukumati Gongchandan eng o'ylamagan odam dal men chiqib qoldim. Bana numara qo'yib baxmagan. Balkim Dilyarning chiqishini nomerlab qo'ygan bo'lishi mumkin-di. O'qti chiqishini, sog'liqnikini hisoblab qo'ydi.
tuyuqsiz mendek birisinin şungup çıkışını oylap bakmagan boğaydı. Çıktık, dedik. Oy, ispatını çıkamamsa. Andereksin efendim ne dedi? Bunda yerde koyup etmeyimiz, o fabrika olup geçiyordu dedi. Ammavi olup geçiyordu. Sot çıkırımız ispat degen ne dedi. Şunun için biz mi ata-anamızdan ki amallığını tutup duruş için, edimizden başka ortaklarımız için özümüz mehkem tutup sen hakını oynak etmey jüratımız. Bizge ancha-muncha aql o'rgatilgan, biz maslahat olgan chet ellik do'stlarimiz nima deyapti sen? Biz degan gapni hammamiz chiqyotidi-ku, bizning bir to'plarimiz bo'ldi, signallarda chet ellik do'stlarimiz bilan deyishadigan, bizning o'zaro aql ambrimiz bo'ldi, biz analiz qilamiz, sen haq nima o'ylayapsa, sen haq qanday o'yin quryapsa, nima plan qilyapsa, hammani o'zimizdan deyishadigan yerlarimiz bor. Dedim-ku, men qaysinglar dunyo uyg'ur qurultiyining Goran degan advokati dedim. Kelsin dedim, ben Şivisiye bir kadar gidiyorsam, ben Ekrem'e itlap koydum dedim. Dedim bu ekranda çıkıp, kelsin. 24 saatten önce kütüp alayım ben. Bu şimdi kuludu. Vatan satsan, millet satsan, kakның balısını balı deme, üzerinin balısı bala, üzerinin balısını sürüyek sanmaysa, üzerinin balısını siyaset tıkmaysa, maşının uçsat birse, çırayla kimlenip birse, senin balan oynaydı. Ya piçido siyasetkarlaşmaydı, sen kalk, Uyghur milletinin kınını setip yaşaysa. Dünya Uyghur qurultayıninkini acayip götürüp ketiş pamamdan 2-3 yıl aldırım. Bana degan karıştırıplar beni yevettirek yok. Bugün ne kaysan ahlan tep qada kaq ketsin acayip. Ahlan tapqan gapma emas bu. Amerika menfaati. Amerika azaldan her devlet özün menfaati var. Sen aşı menfaatinin tügü kilip sen şu siyaseti oynayalsan, sen şu topalandan toğaş uğurlayalsan, sen noçi. Bu mesela sen bir ömür bir quchoqdagi jalaq o'xshash ili aning endi yursa, ili maning endi yursa, muqim maydoning yo'q. Soliqlarchi Amerikadagi Cumhuriyetçiler Partiyasini tutib, ching tutib turib ashlarga hatto davlat raislarining, davlat prezidentlarining lavshi deb qo'ydi, muallimlari deydi. Tarbiya o'rgatgan hatto aql ambirdagi eng ichiga kirib bo'lib, eng nocha odamlar bilan ish qilyotdi. Izroilyaning eng ichiga kirib bo'lib, yahudlarningki, Londondagi arablarningki shu. Nurgun işini qilib bo'lib. Hatta Aqtash kitoblarni e'lon qilib bir hukumat sifatida, qaysi hukumat qilib baxtdi shu narsani? Mushlar qilyotdi-ku. Shunday gap shu. Ashta gaplashgan chaqda, ashta chapanni almashtirib haqiqatchi bo'lsa, biz rost gapni qilsak yillardan beri qilmadi. Va biz sana shu gapni deb keldik-ku, shundan og'i. Mana qilmayotdi, mana xato qilyapti. O'zing debsan-ku bugun mana.